Singasanmi? Singasanmi san? Men sigir chekaman, bacham. Nima? Men ishim yarmi uchastkavoy bilan gaplashganda yarmi qismi Buxoroga yuribdi dedi. Buxorodan bironta tergovchi menga qilmayapti. Qilla bir marta grubi gapirdi, qo'pol gapirdi, zapis qilib oldim. Uni nimasidan men qoniqmadim. Qaytib unmaqmadi, o'zim qilsam ham qilmadi. Hozir endi bular har nimalar deb tuhmatlar qilib, yolg'on gaplar gapiryapti. Keyin Buxoro yarim ishim Buxorodaligi uchun, Buxoro ko'rayotgani uchun Buxoro shahar hokimi, Buxoro shahar prokurori Sobrakaga chiqdim. Aloqaga telefon qildim, yozdim. Atvet yo'q. Yozsam ham atvet yo'q, telefon qilsam ham atvet yo'q. Lekin bu hozir Maqsad Navro'zova boryapti. Ko'rsatibdi, men prokuraturaga keldim. Men Sobrakamning o'zi lutfan taklif qildi deyapti. Shunda u puldor. U bilan meni ishim o'sha Buxoro ko'ryapti. Nima uchun meni eshitmayapti? Buxoro prokurori Sobraka nima uchun? Uni eshityapti. Uni yana lutfan taklif qilibdi xonasiga, ishxonasiga. Ha? Yo'qmi tergovchini ustidan chiqaman. O'shandan beri birontasi ko'tarmayapti. Dashi uchastkomga meni yomonlagan. Menga qara, eshit. Mani advokatimni ham ko'tarmasdan, meni ham ko'tarmagan, advokatimni ham ko'tarmagan, ammo uyimga majburiy chaqiruv qog'oz jo'natibdi odami bilan. Mani dokumentalni hamma yo'g'im bo'lgani uchun meni olib ketishmadi. Bir marta bas, 2 marta keldi, sharoitimni ko'rdi. 4 ta bolam bor, undan tashqari qog'ozlarim bor. Olib ketmadi. Endi yana 3-marta agar jo'natsa, tergovchi o'zi kelib tergov qilish kerak. Qonunda bor. Agar yana 3-marta jo'natsa, hozir meni davlat o'z qaramog'iga bolalarim bilan olgan. Mazam yo'q, yotibman. Baqa o'zidan o'zi pul bilan olib kirib qo'yadigan joy bas, ancha tekshiruvlardan o'tadi. Keyin baqa yotadi. Tushundingmi? Maqsad qo'yadi. Bular ona sherni ham, meni ham qamatmoqchi bo'ldilar. Niyati shularni. Hech kimni qamatolmaydi. Chunki men agar Maqsad Navro'zovaning uyida kamerasi bor, agar men tuhmat qilsam, ana men javobgar bo'layman. Maqsad Navro'zovaning uyiga borganimda, advokat kelganda, sana masalani gaplashayotganimizda, agar degan advokat aytgan, shuni qamatib bersang $5000 pul beraman degan. Agar uyida kamera bor, kamerani ko'tartirsa bo'ladi. Men Kimga qamatib bersa? Uchalamiz o'tirgandik, uchalamiz Maqsad Navro'zovaning uyiga. Bu tuhmat emas bu. Yolg'onni o'zimdan chiqarmayman, javobgarligi bor. Agar advokat ona sherda qamatib bersa, $5000 pulni oladi degan. O'ziga ham aytgan. Men oldimga. Men arizam bo'yicha men undan to'g'ri qarz oldim $250. Qaytib advokat qaytib berdi, ishimni yo'qshatib olmadi, qilib bera olmadi. U men uchun qarz berdi. Advokat bo'yniga olganmi, shunda meni qamatib beraman deb? Ha, uchalamiz o'tirganimizda shu gap bo'lgandi. Uyida kamerasi bo'lsa ko'tartirish kerak. Bormasam bo'lmaydimi deyman. Hozir men shuni advokatimga berib qo'yaman. Endi ham bormayman. Luboyini jo'natsin, davay ko'ramiz. Hozir kerak beraman. Uyida kamerasi bo'lsa,